Daimlik odatim bo'yicha balkonda o'ltirib achchiq damlangan qahvarimni yutumlig'inimcha kitob o'qib o'tatdim. Kitobning eng oxirgi jumlasi diqqatimni tortdi. Alloh zada qandoq zot. Bu jumlani o'qib o'ylanib qoldim. Kichikimdan beri atrofimdagi hamma to'g'riliq o'ylanishni yaxshi ko'ratdim. Opamlar qaysi rangni, nima tomoqni yoqtirdi? Yoqtirgan kitobimning yozuvchisi qandoq kishi? O'qirmanlar bilan munosabati qandoq degandek. Lekin meni eng yaxshi tushunadigan, eng yaxshi ko'radigan Rabbim to'g'riliq hech tafsiliy o'ylanib boqmaganligimni his qildim va shu hamon turdan izlanishga boshladim. Izlash sekmasiga bosganimda sanoqsiz turbatlari oldimga chiqdi. Temalarga qarab diqqatimni tortganlarni bir-birlab o'qishga boshladim. Tunji sahifa so'zini oyatlar bilan boshlagan edi. U osmonlarning, zamin va ularning orasidagi shay'larning parvardigoridir. Uningga ibodat qilgan, Allohning ibodatiga chidamliq bo'lgan. Sura Maryam. Aytganki, agar men Allohga osiy bo'lsam, meni Allohning azobidan hech kishi qutqizolmaydi. Allohdan boshqa hech panohgohni topolmayman. Shundoq turuqliq, men sizlarning talabinglarni qandoq qabul qila olmayman? Men faqat sizlarga Allohning elchiligini yetkazishga qodirman. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga osiylik qiladi ekan, ya'ni kimiki Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi ekan, Allohga muloqot bo'lishga ishonmaydi ekan, Allohning oyatlariga quloq solishdan yuz o'raydi ekan, u davzax azobiga duchor bo'ladi. Davzaxda mangu qoladi. Muallif yana bir qancha oyat misoldan keyin so'zga kirishgan edi. Ma'rifatulloh, Allohni tunish. Koinotdagi hamma narsa Allohni tunish uchun Alloh tarafidan ochilgan ba'ayni bir darizadir. Allohning ismlarini va sifatlarini ko'rsatish uchun eng go'zal holatda yaratilgandir. Allohni tunigan va Allohga itoat qilgan kishi zindonda bo'lsa-mu eng baxtiyor kishidir. Allohni unutgan kishi bo'lsa, saroyda bo'lsa-mu zindondadir, baxtsizdir. Eng yoqtirgan yerlarimni xotirlagach o'qib ketib etib, bir abzasda tallarim shurkinib ketdi. Allohni unutqizgan, ibodat va toatni tashlashga sabab bo'lgan hamma narsa butun farqsizdir. Nafsi va havoyi havasiga agashgan nafsparas, dunyoga cho'kib, oxiratni unutgan dunyoparas, o'zining manfaatidan boshqani bilmaydigan inson manfaatparastdir. Mushu butparastliklarning hammani tashlamay turib, haqiqiy mu'min va musulmon bo'lish mumkin emas. İçimden Allah'tan panohlarni tilab duo qilganimcha o'qishga davom qildim. Jannatda jannat ahlining hammasi xohlagan vaqtda Allohning jamolini ko'rishga qodirdir. Chunki Allohning jamolini ko'rish iymonning mevasi, shundaqla mukofotidir. U kunda saodatmanlarning yuzlari nurliq bo'ladi. Ular Parvardigoriga qarab turadi. Payg'ambarimiz mundaq degan: Jannat ahli jannatga kirganda bir chaqirg'uchi sizlar uchun Allohning bir va'dasi bor deb varqiraydi. Jannat ahli Alloh bizning yuzimizni oq qilmadimi? Bizni o'tdan qutqizmadimi? Bizni jannatga kirgizmadimi? deydi. Farishtalar shundoq deydi. Keynidan bir parda ichilib Alloh o'zining jamolini ko'rsatdi. Allohga qasam qilamanki, Alloh jannat ahliga o'zining jamolini ko'rsatishdan ustunroq mukofot bermagandir. Bu Qur'onni o'qib, xuddi hozirla jannatga kirib, Rabbimning jamolini ko'rishga muyassar bo'lib ketadigandak qalbim illiqlikka to'ldi. Alloh qandoq kishidan rozi bo'ladi? Ibodat qilish oson va suyumlik, gunoh qilish qiyin va azobli tuyulgan kishidan Alloh rozidir. Allohning yaxshi ko'rishiga erishish uchun nima qilish kerak? Allohga to'liq iymon etish, ya'ni hech shubha qilmay, to'g'ri bir holda ahli sunnat olimlarining bildirgani bo'yicha ishonish. Allohning bandalarga yordamda bo'lish. Savol-javob shaklida yozilgan bu sahifa o'zim to'g'ri o'ylanishimga sabab bo'ldi. Keyinda bir ovozli videoni ko'rishga boshladim. Meni taat ibodat bilan yod etinglar. Meni yod etsanglar, men sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Menga shukr qilinglar, noshukrlik qilmanglar. Hazrati Mavloni hikoyat qilib, bir odam doim kechalari Allohni zikr qiladi. Butun kechasi zikr ichida o'tadi. Bir kuni shayton bu odamga yaqinlashdi va sen qachongacha bundoq Allohni zikr qilasan? Sen kecha kunduz Alloh deysan, biroq Alloh barakatim bo'lsa-mu, sana bandam dedimi? Zikringning javobini oldingmi? Sana baribir javob berilmadi. Sen bu yomon holing va qora yuzing bilan qachongacha Alloh deysan deb vasvasa qildi. Bu vasvasa u odamga ta'sir qildi. Shaytonning deganlarini rost deb o'ylab qoldi.
Demakki, men Allohni zikr qilishga loyiq bir banda emaskanman. Shunga menga javob berilmabdi deb o'ylab zikr aytmay uxladi. Tushida Xizr alayhissalomni ko'rdi. Xizr alayhissalom uningga Allohni zikr qilishni nemishqa tashlavatding? Zikr qilishdan nemishqa pushaymon qilding deb so'radi. U odam, men Allah deb zikr qildim. Biroq bir qatim bo'lsa-mu javob ololmadim. Men bu ishga loyiq bo'lmaganligimdan va Allohning dargohidan qo'g'ilib ketishdan qo'rqyapman dedi. Buni anglab Xizr alayhissalom, sening Alloh deyishing Allohning sana bandam deyishidir. Allah seni zikr qilmasa, senmi Allohni zikr qilolmayding. Allah seni yaxshi ko'rmagan bo'lsa, o'zining yo'liga boshlamaydi. Sening Allohdan qo'rqishing va Allohga bo'lgan muhabbating Allohning sana bergan mukofotidir. Sening har ya Rabbim deyishingda Allohmi sana yuzlandi, seni tinchaydi va sana javob beradi. Allah bir bandasining qalbini bog'lasa, u banda Allohni zikr qilolmaydi. Allah yo'lini echib etmasa, u banda Allohga duo qila olmaydi. Sen beshingga kelgan bir dard ichida Allah degan bo'lsang, Allah sana bu dardni o'zini zikr qilishing uchun bergandir. G'oyasi seni o'zi bilan mashg'ul qilishdir. Qo'rqma, Allah de. Zikr va duoga davom qil. Hech bir zikr va duo javobsiz qolmaydi. Zarrachilik bir amalmu zoya bo'lmaydi. Allah bir avinga mol berdi. Dard bermedi. Bir qatimmi beshi og'rimadi. Bir avinmu hech Allohni zikr qilmadi. Aksicha ezib ketdi va ilohlik da'vosi qildi. Shuni unutmag'in. Allohni zikr qildirgan bir dard Allohni unutqizgan maldan va salomatlikdan yaxshidir. Video oxirlashganda ko'z yoshlarimning yuzimni bo'ylag'anini his qildim. O'qiyotgan kitobim oxirlashgan, qahvarimmi tugagan edi. Biroq mening Rabbimni tunish yo'lida izlanishlarim amna boshladi. Mening Rabbim, bizning Rabbimiz zoda qandoq zot.